tuxumning yarmini top. Bu yerda tepada tuxumlarga men sifatlarning ma'no turlarini yozganman. Pastki so'zlardan siz topasizda qaysi sifatning ma'no turiga kirishini tuxumlarni birlashtiramiz. Tushunarlimi? Ol bittasini. Egri. Egri. Qani endi keyingisiga buni o'qiymiz. O'rtoqlarimizga ko'rsatib. Qizil. Bu qaysiga kiradi? Rang tuz. Keyingisi nordon. Qaysiga kiradi? Aha, mazza tam, yaxshi. Odobli. Qaysiga kiradi odobli? Xususiyat. Oydin olib o'qiymiz. Bepoyon nimaga kiradi? Hajmga kiradi. Juda ham yaxshi. O'tirib olamiz. Ana ko'rdingizmi? Bu yerda nechta sifatlarning turi bor ekan? 5 ta bor ekan. Nima ekan? Mazza, ta'm, rang, tuz, shakl, hajm va xil xususiyat.